Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz mana Badho Quraysh degan joydamiz, Makka Mukarrama. Mana yamanlik birodarimiz dumbul pishiryapti. Mana qaranglar mana. Dumbullarni mana. Eslatib o'tamiz. Bu yer Makka Mukarramadagi Badho Quraysh degan joy. Bu yerda mana shunday dam oladigan bir maskan. Arablar odatda kech paytda kelib, mana shu joylarga kelib, o'tda qaynagan choylar bor mana. Choynaklarda o'tda choy qaynatib sotishadi. Nafaqat choy, har xil o'zlarini o'sha kofelari bor, choylari va hokazo. Mana qator va mana shunday mana dam oladigan joylarni qilib qo'yishgan mana. Gilamlarni to'shab. Biz ham kech paytda hoji boshchilar ancha-muncha kelib mana shu joyda o'tirib, dam olib, suhbatlashib ketamiz. Mana biz yigitlarimiz ham ana bu joyda o'tirishibdi mana. Mana shunday gaplar. Mana Badho Quraysh deb qo'yadi bu yerda mana. Kelinglar. Arab choylaridan ichib dam olib ketasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.